Bismillahirrahmanirrahim. O'rtoqlar, valovoy gilosini ustidan tushdik. Valovoy gilos o'zini o'zi changlatmaydi. Changlatadigan sara gilos bilan eksalaring, mana hosilini qaranglar. Mana eksportga chiqib ketayotgan holati. O'shin. Endi men gilosni sizlarga tanishtirib o'taman. Valovoy gilos hamma biladi. En eksportga qattiq bozorlarga kerak bo'lsa, xaladelniksiz kamazda kirib boradigan gilos baribir shu. Biz nima qilganmiz? Sara gilosni mana bu tomonga qo'shib ekkanmiz. Shuni hisobiga valovoyimizda 70 kilo, 80 kilo, zo'rida 100 kilogacha meva bor. Bu daraxt yoshi 17 yoshda. Daraxt 17 yoshda mana sog'lom, xudo xolasa zo'r. Gilos boq qilayotganlar changlatuvchisi bilan eksalaring. Mana bu gilosni zo'r oladi. Ko'rsating, operator. Mana valovoy gilos sizlarga hozir 2-iyun sanasida video olib ko'rsatyapman. Donini tushib ketdi, ko'rsatib qo'ydim. Qo'lga e'tibor bermanglar. Mana yirikligini qaranglar buni. Qattiqligi. Endi buni maqtashni keragi yo'q, hamma biladi, zo'r gilos. Sog' bo'linglar, videoga like bosib, gilos boqqa qiziqqanlarga videoni shunday tashlab qo'yinglar. Valovoy gilos, Toshkent gilos, Bichi gilos har xil ataladi bu. Men reklama qilayotgan gilos. Sog' bo'linglar.